Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz vatandoshlar, hurmatli ziyoratchilarimiz, Umra safariga kelganlar va bizga ishonib ota-onasini topshirgan va hozirda muborak safarda niyat qilib turgan va muborak safarga kelgan insonlar ota-onasi mana sog' salomat hammalari birgalikda hozir Hud tog'iga keldik. Madina Munavvarada 8-chi bu yerda tarixini, ma'lumotlarni hozir ellikboshimiz birgalikda tushuntirish berib, gapirib beradi albatta ziyoratchilarimiz. Ayollar salqinga kelinglar. Erkaklar, xo'jakalar, o'ng tomonga kelinglar. Ba'zi odamlar boshqa tog'larga nisbatan farqli o'laroq ayollarga harami sharif hurmatida erkaklar bitta qatnashganiga bu tomashalik savob olsa, endi Qirg'izistonga borib, ajragan Alloh borib, esa yana savob oladi deydi. Hattoki o'sha bir raqamga tashlagan Allohga ham oladi. Uchun ikki boshi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlarga har kunlik kim dedi bugun kim dedi kasal ko'rdi. Odam o'ziga qabrni ziyorat qilsa, birinchisi inson o'zini ojizligini, yerdagan albatta shu joyga kelishligini his qiladida, boshqa odamlarga nisbatan kibrlanmaydi. Yoshi katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, nima bo'lsa chiroyli qabul qiladi. Hozir bu maydonini musulmonlarni soni oz bo'lgan davrda g'olib bo'lganda Makkaliklar Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan mas'uliyatlar uchun Makka mukarramada hammasi bor budini sotib o'sha kelganda umumiy aksiyat keladi. Madina Munavvarada 1000 ta musulmon bo'ladi. 1000 ta musulmon kishilarni orqaga Madina Munavvarada 1000 ta musulmon bo'ladi. Hozir Nabaviy masjidi orqa tomonimizda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan chiqayotgan paytida qaranglar. O'sha paytda hattoki ko'zlari bilan ko'rib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan ko'rib turgan musulmon bo'lib, lekin qalbida munofiqlik bo'lgan insonlar uchtasi orqaga qaytdilar. Tashlab qolganlar. Ular ko'p bo'lsa, o'sha davrda ham munofiq insonlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida ham bo'lgan. Endi aynan hozir biz davrimizda nihoyatda ko'p bo'lgan. Odam bu joyga kelganda avval fikr yuritish kerak. Men qanday odam? Munofiqning alomati uchta bo'ladi. Munofiq inson jannatga kirmaydi deydi. Hattoki odam bo'lsa, munofiqning alomati uchta. Birinchisi gapirsa yomon gapiradi. Ikkinchisi omonatga xiyonat qiladi. Uchinchisi aynan hozir shu uchala xislatning bittasi bor o'zi. Men yo'q deb aytaman.
va bundan keyingi hayotimizda yaxshi solih ulardan vasila qilib so'raymiz. Ulardan so'ramaymiz. Alloh taolodan so'raymiz. Alloh taoloning do'stlari, sayyidi bo'lgan Hamza roziyallohu anhuning qabr shariflari bor. Yana kimlar qabri bor? Kattalardan kim biladi? Shunaqangi mashhur insonlarning qabrlari bor o'zga. Dilga keldi bo'ldi. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu. Madina-i Munawvaraga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelib, oldin kelib, o'sha kishi yosh bo'lgan. Eng boy xonadonning o'g'li bo'lgan. Musulmon bo'lgandan keyin onalari haydaydi, butun boyligidan ajraladi. O'sha insonni qabr shariflari ham shu joyda. Hattoki vafotlarida taqanlik yetmagan. Eskasida bu rivoyatlarni hammalar yaxshi bilasiz. Taqanlik yetmagan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olsa oyoqlari ochilib o'sha zotlarda shariflar bor. oladigan narsani ayollari ham bilmaydilar, kitoblarda ham kelmagan. Bundan nima olamiz? Bundan aybini yashirishlik kerak. Siz bir musulmonni bitta aybini yashirsangiz, ertadan Alloh taolo bo'ldi. Aybingizni hozir nima qilyapmiz? Aynan hozir biz yashayotgan zamonda qo'l sinf qizi
bo'lgan. Ha, eshitgansizda buni. Suv bosganda Hamza roziyallohu anhu bilan jasadlari tepaga chiqib qolgan. O'shanda deydi, o'sha yangi o'lgandek, qo'li ko'ksida qolgan, eshitgansizlar. O'sha qo'llari oqib turgan holatda bo'lgan ekan. Qabr shariflari qolgan, o'sha qorlikka